Alo, Allo, assalomu alaykum. Komiljon aka, yaxshimisiz? yaxshi rahmat. Sog'-u salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Avvalambor, bugungi qarshi olgan xayrli yoshlaringiz, Allohimizga suyukli banda, rasulimizga esa chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyona ayyomingiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat sizga ham. Allohim in'om etgan har bir kuningiz fayz va barokatlarga to'la bo'lsin. Kaftingizni duoga ochib nimaiki so'rasangiz, barcha ezgu niyatlaringiz, go'zal istaklaringizni yaratgan Robbim ijobatini bersin ilohim. Ayni damda tabriklar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin insonlaringizdan birlari sizga atalgan chiroyli dilizhorlarni, go'zal tug'ilgan kun tilaklarini, samimiy tabriknomalarni yo'llab qolgan ekanlar. Bir taxmin qilib ko'rasizmi, mana shu qadrdoningiz kim bo'lishlari mumkin? Qiziq bo'lishi mumkin. Albatta, zero adashmadingiz. Sizni jonidan ortiq yaxshi ko'rguvchi, qadrlaguvchi, ardoqlaguvchi, bilasizmi, otajonimni, onajonimni borlariga shukur. Ilohim umrlari uzun bo'lsin, ularni hamisha yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga doimo sog' salomat yursinlar deya ta'kidlaguvchi farzand ne'matingiz qizingiz Sabohatxon nomlaridan chiroyli tilaklar yetib kelibdi. Ularga qo'shimcha tarzda barcha yaqin insonlaringiz, ya'ni oila a'zolaringiz nomlaridan umr yo'llaringiz hamrohi bo'lmish. Umr yo'ldoshingiz Sanobarxon opa hamda o'g'lingiz Ilhomjon aka va nabira ne'matingiz Azizjon qolaversa, barcha yaqin insonlar nomlaridan qabul aylar ekansiz. Agar ruxsat bersangiz, mana shu mehribon insonlaringizni sizga atalgan go'zal tilaklarni o'qib yetkazib beraman. Maylimi? Rahmat, demak boshladik. Assalomu alaykum, qadr balandimiz, dunyodagi eng aziz insonimiz, xonadonimiz ustuni, chirog'i bo'lgan, hamisha bizni qo'llaguvchi, doimo yonimizda turguvchi mehribonimiz, dadajonimiz. Sizni bugungi tavallud topgan shukronalik ayyomingiz, tug'ilgan kuningiz bilan chin dildan samimiy muborakbod etamiz. Sizga yaratgan Robbim Rahmonimdan dunyodagi eng chiroyli, eng go'zal tilaklarni tilab qolamiz. Ilohim umri joningiz uzun, tani joningiz sog'-u salomat bo'lsin. Allohim in'om etgan har bir kuningiz fayz va barokatlarga lim-molim to'la bo'lsin. Sizni borligingiz biz farzandlaringiz uchun katta baxt va sharafdir. Negaki, siz bizlar uchun har narsaga tayyor tura olgan, oqibati butun bo'lgan mehribon insonimiz, otajonimizsiz. Boringiz va borligingiz uchun tashakkur. Garchi buni har doim ham ayta olmagan bo'lsak-da, sizdek otamizning, sizdek onamizning farzandlari ekanligimizdan doimo faxrlanamiz. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtli kunlarni takror va takror taqdim aylashini, yuzingizdan hech qachon kulgu tabassum arimasligini so'rab qolamiz. Ilohim yaqinlar bilan haj, umra safarlariga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab, Makka yu Madinani ziyorat qilmoqlikni-da yaratgan egam nasib ro'za aylasin. Inshaalloh 90-100 yoshlarda ham davralarimiz to'rida, uylarimiz to'rida bizlarga bosh bo'lib, hammamizni duolar qilib, onajonim ikkingiz qo'shiq qarab yuring deymiz. Fursatdan foydalanib, barchasi uchun sizga tashakkurlarimizni izhor qilmoqchimiz. Halol rizq, go'zal nasiba ila o'stirganingiz uchun, hech kimdan kam qilmaganingiz uchun, barchasi uchun sizga tashakkurlarimiz, rahmatlarimiz bo'lsin. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin. Borliklarim mening davlatim, ishonganim tojim, savlatim. Ta'zim qilib aytay rahmatim, otam borki sinmaydi qaddim, onam borki sinmaydi qaddim. Hammadan ham eng katta baxtim, ergalatar sindirmas shaxtim. Duogo'yim, borim omadim, otam borki sinmaydi qaddim, onam borki sinmaydi qaddim. Katta qilib o'stirdi rahmat, xato qilsam yo'l ko'rsatgan mard. Ulardan men olaman ibrat, otam borki sinmaydi qaddim, onam borki sinmaydi qaddim deya mana shunday chiroyli she'riy misralar ham sizga atalgan ekan. Hikmatli daqiqalaringizni ayamasdan bizlarni tinglaganingiz uchun tashakkur. Ayni damda farzandlaringizga aytilajak niyatlaringiz bo'lsa, bularni ham imkoni bor albatta. Sizin baxtinizda omon bo'lsangiz, salomat bo'lsangiz, oilasining baxtiga ko'rgan. Salomat bo'lsangiz, Ilohim aytganingiz kelsin.
Biz ham albatta mana shunday go'zal tilaklarga qo'shilib qolamiz. Ilohim yuzlardan oshib, minglar bilan yuzlashib yuring deymiz. Eng asosiysi hamisha farzandlar, yaqin insonlaringiz, nabiralar ardog'ida bo'lib yurmoqlikdan aslo charchamang. Ayyomlar yana bir bora muborak bo'lsin. Yaxshi o'tkazib oling. Rahmat. Assalomu alaykum. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Bolalik chog'imdan asrab erkalab, goho onamdayin sochlarim tarab, gohida opichlab ko'nglimga qarab, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz meni bog'imsiz, suyangan tog'im, to'g'ri yo'l ko'rsatib adashgan chog'im. Bolam deysiz meni, deysiz oppog'im, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Dardim tinglab topasiz chora, kecha kunduz bo'lib ovora. Men aytaman yana ming bora, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Ketgim kelmaydi hech quchog'ingizdan, baxtga to'la mehr o'chog'ingizdan. Siz azim daraxtsiz, yaprog'ingizman, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Mehringiz berdingiz bizga munosib, ota bo'lib o'g'il qizga munosib. Farzand bo'lay deyman sizga munosib, siz hammadan yaxshisiz dada. Siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Farzandlarni baxtsiz dada, hayotimiz naqshsiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz dada. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, siz hammadan yaxshisiz.